Bugun tongda dahshatli falokat sabab Toshkent yonib kulga aylanmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan u yerda bo'lgan insonlarning oila a'zolari va yaqinlari darhol xabardor bo'lishlari uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan restoranlardan birida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 19 fevral kuni soat 01:03 da Toshkent shahar Olmazor tumani Qizil Tut ko'chasida joylashgan ta'mirda bo'lgan sobiq Mushki Anbar restoranda yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga soat 01:10 da yetib borib, yong'in soat 01:44 da qurshab olingan va soat 01:57 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida jarohatlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.